Hürmetlik vatandaşım, anda bir işe kız gap kılaylı, vaziyettin gap kılaylı. Sizler 6. ayının 12. günü Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump bilan Chaushyanning rahbari Kim Jong-un Singapurda suhbat o'tkazildi. Dal mushu kunlarda hozir Rossiya Federatsiyasining tashqi ishlar ministri Raulov Chaushanda ziyorat qilib o'tdi. Shundoqla Chaushyanning ikkinchi qo'l rahbari Jin Yingji hozir Nyu-Yorkda Amerika Qo'shma Shtatlarida ziyoratda bo'lib o'tdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Nyu-York shahrida Chaushyanning ikkinchi qo'l rahbari Jin Yingjini kutib oldi. Suhbat yaxshi o'tdi. Vaziyat mana shundoq. Endi biz boshda iqtisod to'g'risida so'zlashdik. Masalan dedik, Jumhur Xalq Jamhuriyati Xalq vakillar qurultayining Moliya komiteti Jungo hukumatini ogohlantirib, Jungo iqtisodi hayot mamat girgiga yetib keldi. Jungo iqtisodi hayot mamat girgiga yetib keldi. Shundaqli yana YouTube'da qo'yib berilgan bir filmda to'g'ri filmi nima deyildi? Amerika Qo'shma Shtatlari 13 nafar Jungolik bankerga embargo yurgizildi deydi. Biz leksiyalarimizning oxirgi bir parçasida Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining hozir masalan alayli Aqsaray davlat bexatarligi maslahatchisi John Boltonning rahbarligida. Masalan Amerika Qo'shma Shtatlari Markaziy axborot idorasining boshlamchiligida. Shundaqla Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mahkamasining moslashishi bilan hozir Amerikada bozorga chiqqan Jungoning 30 dona bank shirkatlariga embargo yurgizish plani tuzildi. Shundaqla biz 5. ayning 18. kuni sizlarlik siyosatliganda Jumhur Xalq Jamhuriyati bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining ikkinchi qatimliq savdo suhbati Washingtonda oxirlashdi degan. Oraliqda biz sizlarga so'zlaganda tuyuqsizlik o'rtaq tunishga keldi yoki Jungoni jazolash to'xtatib turilgan bo'ldi yoki Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo o'xshashlar ikki davlat o'rtasida savdo urushidan saqlangan bo'ldi degan xabarlarni aytib so'zlab afsus degan edik, lekin ishonch bilan umidvorlik bilan qaraymizki kelgisiga degan bir jumlani ishlatgan. Bugun 5. ayning 29. kuni bugun deydi. 29. kuni Aqsaray bayonot e'lon qilib Jungodan import qilingan tovar mallar 25% boj qo'ydiganlarni 50 milliard dollarlik tovar malga 25% dan boj qo'ydiganlar. Başlıksiyamiz nima dedik? Bu tizimlikni, bu jadvalni 6. ayning 15-dan burun e'lon qiladiganligini qayd qildi. Endi kelaydi. Hozir Chaushyan vaziyati mushiyaga keldi. Endi yana bir xabar chiqdi. Masalan, Chaushyanning boshlig'i Kim Jong-un bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump apandi Singapurda suhbat o'tkazganda bugungi xabarda nima dedi? Shanghai Sumroq televiziyasi nima dedi? Wenzayin suhbatga qatnashamdi deydigan bir fikrni o'tirib qo'ydi. Ya qatnashidi demedi, ya qatnashmaydi demedi. Savol, gumoniy holda bir fikrni o'tirib qo'ydi. Ening avval yana bir xabarda bu qatam 6. ayning 7-8 kunlari Jungoning Qingdao shahrida ochilgan Shanghai hamkorlik tashkiloti yig'iniga Kim Jong-unni chaqirib kelish va qatnashtirish shu yig'inda Prezident Vladimir Putin bilan Kim Jong-un suhbatlashdi degan xabar o'ttirib chiqdi. Rost yoki yolg'onligiga hech kim buning kapolat qilolmaydi, lekin xabar o'ttirib chiqdi. Siz shuni ko'ringki, hozir Chaushyan, Osiyo, Sharq Shimoliy Osiyo, Chaushyanni yadrosizlashtirish masalasida Rossiyaning tashqi ishlar ministri Raulov Chaushanda. Chaushyanning ikkinchi qo'l rahbari Jin Yingji Nyu-Yorkda uning ustiga
suhbatga qatnashadi, qatnashmaydi degan gaplar. Mushularni yig'ib kelgan vaqt shuna diqqat qiling, hurmatli vatandoshim. Demak, hozir Chavshanni yadrosizlashtirishdan iborat bu operatsiya Chavshan masalasini bir taraf qildi. Oxirgi hisobda Osiyoda Jungo masalasi, ya'ni Jungoni operatsiya qilishga berib taqalamdi yo'q, berib yetamdi yo'q. Buni qaraymiz. Masalan, biz boshda dedik, nima dedi? Hozir Amerika Qo'shma Shtatlar dedi, Shangang Sumro televiziyasiga so'zlagan odam hujjatda Amerika Jungoga bosim ishiltyapti. Biri harbiy ishlar jihatda, ikkinchisi iqtisod, savdo jihatda, uchinchisi Janubiy dengiz masalasi. Yaqinda Xi Jinping bir yig'inda nima dedi? Vaziyat qistab kelyapti. Xiraslar qistab kelyapti. Majburiyat va mas'uliyat qistab kelyapti. Demak, mushu ishlar, mushu Sumro televiziyasi so'zlagan ilk so'zlar va Xi Jinpingning so'zlagan mushu so'zlari demak bugungi vaziyatni ko'rsatadi. Biz vaziyat asliyoqda qaytib keldi deganda 5-oyning 29-kuni Oqsaroyning yuqorida bayonot e'lon qilishi va 5-oyning 30-kuni 30 dona Jungo bankerlarining behisobot nomerini to'g'nitish va mol mulkini musodara qilish to'g'risida plan tuzilyapti deyilishi mana bugungi vaziyatning, ya'ni 10 kun ichida 3-qatim o'zgargan vaziyatning, ya'ni shunday aytimiz hurmatli vatandoshim, 10 kun o'tgandan keyin asl nuqtasiga, asl boshlanish manbiga qaytib kelgan vaziyatning aloyiligi mana shu. Bugun Amerikada mablag' solg'uvchi, Amerikada eng zo'r cho'ng kapitali Soros nima dedi? Shangang televiziyasi, ya'ni Sumro televiziyasida 2 jumla so'z qildi. O kishi so'zni boshqa yerda qilishi mumkin, uni Shangang televiziyasi elib anglatgan bo'lishi mumkin. Nima dedi? Biz Marshall planiga qaytib kelamiz dedi. Marshall plani 2 dunyo urushidan keyin Yaponiyani gullantirish, Germaniyani gullantirish, Germaniyaning iqtisodini asliga keltirish, Yaponiyaning iqtisodini asliga keltirish to'g'risi Amerikalik general Marshall tuzgan plan edi. Buningda eng asosiysi Amerika Qo'shma Shtatlar shu davlatlar iqtisodiy jihatdan yordam beradi. Taraqqiyot plani Amerikaning edi. Natijada qanday bo'lgan edi? 45-yildan keyin 48-yilgacha bo'lgan oraliqda Germaniyaning iqtisodi, ya'ni G'arbiy Germaniyaning iqtisodi 5 yilga vaqtda. 5 yilga vaqt asli keldi. Osiyoda Yaponiyaning iqtisodi 5 yilga vaqti asli keldi. Plan Amerikaning, yordam Amerikaning, lekin iqtidor va aql, farosat va ijtihod Germaniya, German millatining, Yapon millatining. Bunaqa Marshall plani shunda asli keldi. Hozir Sorosning da'vatqani dunyoda iqtisodiy vaziyat xatarda. Hozir iqtisodiy vaziyat o'sal dedi. Demakchi bo'lgan avval Yevropani tilga oldi. Yevropaning iqtisodiy chataq. Bo'libmi Germaniyaning iqtisodiy chataq dedi. Shu Sorosning gapidan qaraganda yaqinda Angela Merkelning Beijingga yugurib borganligidan ehtimol. O'sha sabablar bo'lishi kerak. Demak, iqtisod dunyoning iqtisodini bosh so'zlab keldik. Endi hozir so'zdan qaragan dunyoning iqtisodi shu keldi. Jungo nima dedi? Hozir Jungoda qo'rg'ilib, tashlanib qolgan. Yoki setilmay besilib qolgan uy mulkning hozirgi bahosi dedi 30 trillion dollar atrofida. Men shuni xato tarjima qilmagan bo'lsam 30 trillion atrofida. Demak, Jungoning iqtisodiy ahvoli ana shu yerda yashaydi. Chavshan. Hozir vaziyatni so'zildik. Oldimizda bu vaziyat bugun ata qanday bo'ladi? Masalan, qanday bo'ladi deb savol qo'yganimizda Rossiya Federatsiyasining tashqi ishlar ministri nima deb keldi Chavshanga? U bu yerda qanday faoliyat qilish mumkin? Gap mana shu yerda. Ikkinchisi, anikin bugun Shanghai Sumro televiziyasi o'tirib qo'yilgan bir fikr 6-oyning 12-kuni Singapurda o'tkazilgan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump bilan Kim Jong-un suhbatiga Koreyaning 3-odam, 3-shaxs sifatida prezidenti Wen Jiayin qatnashamdi yo'q.
Şu vaziyetinin ciddiliği derecesi malum bu şeye geldi. İktisat yok kadar. Hazır Cungo'nun iktisadı ne mi dedi? Kurultayının Maliye Komitetinden degan sözünü yan tekrarladık. Bunun için bizni keçiringlar ne mi dedi? Cungo'nun bugünkü iktisadi hayat mamatlık görevi yetip geldi. Del şuna seliştiğinde ne mi dedik? Şangan Somrak Televizyası, Leksiya sözlüğü çıkışı yaptı. Sualga cevap belge çıkışı. Amerika Qo'shma Shtatları növbette Cungo'ga 3 jihatdan, her bir ishloh jihatdan, savdo iqtisod jihatdan va Janubiy dengiz jihatdan 3 tarafdan besim ishlatdi. Men hozirgacha besim ishlatdi, Amerika besim ishlatyapti Cungo'ga degan so'zni og'zimga olmagan edim. Bugun mana oldim. Bu besimni bugun Shangang Somrak televiziyasiga degan xabar berguvchi eg'izga oldi. Ben şundan eg'izga oldim. Demek Cungo'nun iktisadi ahvali o. Çavuşan yadrosuzlaştırış meselesi vaziyet bu. Endiliktikileyli Amerika Qo'shma Shtatlarının Cungo'ga işletken besimi o. Demek vaziyet mana muşuya keldi vatandaşım. Biz ötkende nima degan toq? Afsus degani toq, işinimiz degan toq. Tekrar olsun deb qo'yay, kechiringlar meni. Bugün yani biz şu asli vaziyetinin asli menbini, vaziyetinin asli asaslarını, sebeplerini tepip aldık. Yani öz ornumuza qaytdık. Bu bir hoş haber. Qaysi hoş haber? Aqsaray'ın 5. ayının 29. günü Cungo'nun sodası qaratqan siyasi, yani ilan qilgan xabari 6. ayının 15'inden başlap yoki baj qo'yish biz deganimiz bo'yicha amal qilib 50 milyard dollarlık Cungo'dan import kılıngan formallarga baj koyumuz degeni bu bir hoş haber. Şundaqla yazma şekilde kelgan haber 5. ayının 30. günü aqıdıllar Cungo'nun 30 tane bankası yoki şirketiga ya şunun şahsizleriga yoki rahbarlariga embargo yurgizimiz degeni bu taqama haber. Vaqti 30 tane banka Amerikada hisobot to'nglatildi desa bu ish nimeden direkt berdi? Hürmetli vatandaşlar. Tasavvur ne? Sizge kaldı.